Assalomu alaykum. O'zblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga 2,5 sotkdan iborat bo'lgan 4 xonali va alohida oshxonasi bo'lgan pishig'ishda qurilgan 100% ta'mirlangan xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Biz hozir mahalla qismidan hovliga tashrif buyurganmiz. Xonadon juda ham go'zal qilib ta'mirlab qo'yilgan. Bu yerda makliyerlar ishtirok etmaydi, to'g'ridan to'g'ri mana shu xonadonni xonadon egalaridan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Kirganimizdan so'ng juda ham go'zal bo'lgan hovli maydonimiz ko'z oldimizga keladi. To'g'rida xonadonimiz joylashgan. Bu oldi tarafida joylashgan hozir hovlimiz hisoblanadi. Mana bu yerda avtomobil kirg'azib qo'yishligingiz uchun yuqori taraflari naves ham qilib qo'yilgan. Bemalol bitta yoki ikkita avtomobilni hovliga joylashtirsangiz bo'ladi. Va undan tashqari xonadonni orqa tarafida alohida yana orqa hovlichasi ham bor. Hovli maydoni juda ham keng, adashmasam 9,5 metrlarga 9 metrlarni tashkil qiladigan juda ham kattakon bo'lgan hovli maydonimiz bo'ladi. Juda ham go'zal qilib ta'mirlangan. Kechki paytlar yorug' bo'lish uchun bir qancha fonuslarimiz ham bor ekan. Mana bu hovlida joylashgan stol-stullarimiz, yangi stol-stullarimiz ham qoldirib ketiladi. Go'zal qilib ta'mirlangan. Demak, kirganimizdan so'ng chap qo'limizda hovlida joylashgan rakvinalarimiz bor. Bu yerda qo'lni yuvib olsang bo'ladi va undan tashqari hovlida joylashgan hojatxonamiz ham bu yerda joylashgan. Mana bu joyda qisqagina bo'lsa ham yashil maydonimiz bor. Bu joyimizda esa fontanchamiz joylashgan. Mehmonxonaning ostki tarafi podvol qilib qo'yilgan. Podvolda do'kontori kotel o'rnatilgan va mana shu do'kontori kotel orqali xonadonni issiq suv tizimini boshqarishligimiz mumkin. Gaz orqali ishlaydi. Xonadonda gaz, svet, suv hammasi mavjud. Mana bu podvolning yuqori qismi mana shunaqangi ochiladi, yurg'izilib turadi. Ya'ni qor suvlari, yomg'ir suvlari podvolga tushmasligini ta'minlasak bo'ladi. Yerlarga burchatkalar terib qo'yilgan. Va mana shu burchatka uklon qilib, mana bu darvoza tomonga chiqarib yuborilgan, ya'ni yomg'ir suvlari, qor suvlari darvozaning ostki tarafidan mahallaga yo'lga chiqib ketadi. Juda ham go'zal qilib xonadonimiz sizga topshiriladi, xudo xolasa. Demak, hovli maydonni ko'rsatib o'tdim. Xonadonning o'zi mana shu hovli maydonidan 60 sm yuqoriga ko'tarib qo'yilgan. Xonadonga kirib keluvchi eshigimiz ikki tomonga ochiladi. Alyumin profilli eshiklarimiz o'rnatilgan. Xonadondagi oynalarimiz, bular hammasi plastik profilli deraza oynalarimiz bo'ladi. Yuqori qismlarida mana shunaqangi fonuslarimiz bor va mana bu joyda ham fonusimiz bor. Kechki paytlari yoriqqina bo'lib turadi. Demak, mana hovli maydonidan bismillahirrohmanirrohim xonadonga ham tashrif buyurdik. Kirganimizdan so'ng mana shu koridor orqali boshqa xonalarga o'tishimiz mumkin. Avval sizga orqa hovlini ham ko'rsatib o'tay, so'ngra boshqa xonalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Bu bitta xonamizdan orqa hovliga chiqishligimiz mumkin. Mana shunaqangi oldi tarafi dala bo'lgan orqa hovlimiz bor. Ko'rib turganingizdek, yer sathidan balangana olingan, yerlarga burchatkalar terib qo'yilgan. Mana bu orqa hovliga o'tganimizda, bu yerda orqa hovlida joylashgan yozgi oshxonamiz ham bor. Bundan o'choqlardan foydalansak bo'ladi. Bir qancha daraxtlarimiz bor va orqa hovlida joylashgan hojatxonamiz ham bor va mana bu joyda biron nima yuvishlik uchun suvlarimiz chiqarib qo'yilgan. Undan tashqari bu tarafimizda mana bu teraklarning oxiridan mana shu uyning oxirigacha yana sizni alohida o'zingizning yeringiz bor. Mabodo mana bu dala o'rniga mahalla tushadigan bo'lsa, bu ham kadastrli sizning yeringiz hisoblanadi. Mana bu teraklarni ko'ryapsizlar? Mana shu teraklardan yana xudo xolasa yarim sotik sizni yer maydoningiz bor. Bularning hammasi kadastrga kirgizib qo'yilgan. Demak, hozir men sizga qayerda joylashganligimizni ko'rsatib o'tamiz. To'g'rida mana bu joyda betonkamiz joylashgan. Betonkaning ro'parasidagi mahalladagi xonadonni bugun sizlarga ko'rsatmoqdamiz. Endi esa yana xonadonga qaytib kiramiz va xonadonni sizga to'liq tushuntirib berishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, hovli qismidan xonadonga kirganimizdan so'ng oyoq kiyimlarni kiyib tashlashligimiz uchun yerlari kafel qilib qo'yilgan. Eniga to'xtaladigan bo'lsak, 1.30 ni tashkil qiladi ekan. Patologlari balangina olingan, adashmasam 3 metrlarni tashkil qiladi. To'liq mana to'shin svetilliklar mana shu koridor qismini yoriqqina qilib turibdi. Xonadonning hamma xonasida cho'pli pol tizimlari bor, faqat mana bu zal qismimizda radiator o'rnatilgan va radiator orqali isitiladi. Xonamizga to'xtaladigan bo'lsak, kirganimizdan so'ng o'ng qo'limizda oshxonamiz, chap qo'limizda esa mehmonxonamiz.
Qolgan xonalarimizda esa yotoqxonalar va bitta umumiy sanusiy xonamiz joylashgan. Eshiklarga to'xtaladigan bo'lsak, MDF turdagi eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mana birinchi o'ng qo'limizdagi xonamiz. Keyingina bo'lgan oshxona qismimiz bo'ladi. Juda ham go'zal, bejirim qilib ta'mirlab qo'yilgan. Xonadonimiz aytib o'tganimizdek pishirishda qurilgan. Hovliga qaragan ikki tomoni ochiladigan derazalarimiz bor. Bu plastik profilli derazalarimiz bo'ladi. Televizorni esa mana bu joyda o'rnatamiz. Mana yuqori patolog qismiga e'tibor bering. Atroflari to'ychin svetellik, o'rtada esa qandil o'rnatib qo'yilgan. Demak, oshxona mebellarini mana bu joyga o'rnatamiz. Oshxona mebeli uchun kafel fars qismi qilib qo'yilgan. Gaz turbalarimiz kelgan, suv turbalarimiz, kanalizatsiya turbalarimiz, xullas hammasi joy-joyida qilib qo'yilgan. Demak, kuxnya mebeli bu tarafida, ovqatlanib o'tiradigan joyimiz esa bu tarafida joylashgan bo'ladi. Bu bizning oshxonamiz edi. Bu yerda cho'pli pol tizimlari bor. Uning yonidagi ro'parasidagi xonamiz esa xonadondagi kattakon bo'lgan mehmonxona qismimiz bo'ladi. Juda ham go'zal, sizga ham ma'qul keladi degan umiddamiz. Mana shunday keng bo'lgan xonadonlarda yashashni hammamizga nasib qilsin. Hovliga qaragan ikki tomoni ochiladigan derazalarimiz bor. Mana bu radiatorlar orqali mana shu xonamiz isitiladi. Ostki tarafi podval qilib qo'yilgan. Bu yerda polimizni tarkib to'shab qo'yilgan. Patologlari balangini, atroflari to'chni svetellik, qandil va undan tashqari LED lentalar yotqizib qo'yilgan. Mana bu joyda esa televizor o'rnatishlik uchun sharoitlarimiz bor. Bu hozir bizning mehmonxona qismimiz edi. Endi qolgan xonalarimiz yotoqxona va umumiy sanusiy xonamiz joylashgan. Bu esa bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Mana shunaqangi, bu adashmasam 3 metrga 4 metrlarni tashkil qiladigan bolalar yotoqxonasi. Koridorga qaragan derazalarimiz bor. Mana shunaqangi kenggina bolalar xonasi uchun yetarlicha maydonlari bor. Men tushunishim bo'yicha kirganingizdan so'ng mana bu eshikning orqa tarafi, mana bu eshikning orqa tarafidagi to'liq shkaf qilib qo'yasiz. Bu tarafimizda esa yotoqxona mebeli joylashgan bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi uchun aytib o'tganimizdek yetarli maydonimiz bor. Demak, bu xonadondagi umumiy sanusiy xonasi hisoblanadi. Keng ko'rdingizmi? Boshqa xonadonlardagi nisbatan juda keng olingan umumiy sanusiy xonamiz. Atroflari to'liq kafel qilib qo'yilgan. Pollarimizni ostida to'pli pol tizimlar ishlab turibdi, issiqda bo'lib turibdi. Ikki xil bu yerda kafeldan foydalanilgan, kombinatsiya qilib qo'yilgan. Keng va mana dush holatiga keltirib qo'yilgan. Fortishkamiz bor va havoni so'rib oladigan ventilyatorlarimiz bor. Demak, rakvina, unitaz va undan tashqari cho'pli pol tizimini boshqarish uchun tuyulgimiz bor. Bu hozir umumiy sanusiy xonamiz edi. Demak, to'g'riga o'tamiz. Chap qo'limizda bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan. Orqa hovliga qaragan derazalarimiz bor. Keyingina ko'rib turganingizdek, o'rtada qandil o'rnatib qo'yilgan va orqa hovlichiga qaragan derazamiz. Mana shunaqangi keng kattakon bo'lgan xonamiz. Televizorni esa mana bu joyda o'rnatamiz. Undan so'nggi xonamiz ham yotoqxona. Kenggina qilingan ko'rib turganingizdek. Deraza va eshigi ham mavjud. Demak, bu yerdan esa orqa hovliga chiqib ketamiz. Orqa hovlini sizlarga boya ko'rsatgan edim. Mana shunaqaki orqa hovlisi bor. Xonadonni to'g'ridan to'g'ri mana shu xonadon egasidan savdolashib sotib olishingiz mumkin. Toshkent shahrining shundoqqina yon bag'rida joylashgan, ro'paramizda Food City joylashgan. Food Cityning ro'parasidagi mahalla hisoblanadi. Hovli maydoni juda ham katta, ikkita hovlisi bor. 2,5 sotkada qurilgan 4 xonali xonadonda bugun sizlarning e'tiboringiz markazida bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan Uzblock YouTube kanali va Kamina Quvonchbek keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.